ئەنقەرەدىكى ئىتىقاد ئەركىنلىكى مۇنبىرى تەرىپىدىن شەرقىي تۈركىستاندىكى زۇلۇمغا ئىنكاس بىلدۈرۈلدى. ئەنقەرە ئىتىقاد ئەركىنلىكى مۇنبىرى مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئېچىپ، خىتاي دائىرىلىرىنى شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇملارنى توختىتىشقا چاقىرىق قىلدى. ئەنقەرە ئىتىقاد ئەركىنلىكى مۇنبىرى مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئېچىپ، خىتاي دائىرىلىرىنى شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇملارنى توختىتىشقا چاقىرىق قىلدى. 28 may kuni Ankara İtiqad Erkinligi munbiri Şərqi Türkistandakı çekdən aşqan çekleme zulümlərə qarşı inkas bildirib, axbarat e'lon qilish yig'ini o'tkazgan hamda Xitoy doiralarini bu zulmni darhol to'xtatishga chaqirgan. Bu vaqtda e'lon qilingan bayonotda Xitoy doiralarining Şərqi Türkistandagi Uyghur musulmonlar ustidan o'zi xohlagancha elib berayotgan zulm va adolatsizliklarni darhol to'xtatishi, ularga qartilgan tajovuz va chekdan aşqan besimlarni oxirlashtirish kerakligi ta'kidlanib, eng oddiy sarangidan tartib aloqa uchur va transportchi bo'lgan cheklamlarning eng chong zulm va tajovuz bo'lib hisoblanadiganligi tilga olingan. Bu qatimqi axborot e'lon qilish yig'inida Sharqiy Turkistonning 66 yildan beri Xitoy kommunistlarining tajovuz ostida turayotganligi, zulmning kundan kunga ish berayotganligi, hatto aql qabul qilolmagan darajada cheklama siyosatlari yurgizayotganligi tilga olinib, buning paket sifatida 13 turlik diniy cheklama tafsili o'tirib qo'yilgan. Oxirida İtiqad Erkinlik munbiri bayonotchisi Sunar Kartal zulm qilish bilan taraqqiy qilg'il bo'lmaydiganligini, adolatning turg'izilishi kerakligini bildirgan hamda sanab tugatgil bo'lmagan darajada cheklimlarning borligi haqida to'xtalib, Sharq Turkistonlik Uyg'ur musulmonlari bilan bir safda ekanligini, ularni qo'llaydiganligini bildirgan.